Voy maşallah. Assalomu alaykum oxunjon Rashadiy obunachilari. Bizni uzoqdan kuzatib boruvchi aka-ukalar, chorva ishqibozlari va mana bunday toza qonli xunojin va buqacha ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugunda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'niki Bunyod akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz akalar. Bu yerda rossiyskiy paroda va oqbosh va germanskiy shved xunojinlarning narx-navosini qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib yoritib beramiz. Videolarda o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilasiz. Malol kelmasa, xudo xolisa mana bunday ko'rishdagi laklarni bosib qo'yasiz. Bu video aka bori ishdan charchab kelganingizda charchog'ingizni chiqarib beradigan video bo'ladi. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Omonmisiz aka? Charchamang. Juma ayyomlar bilan. Rahmat, ayyomlarni ham. Rahmat, o'zingizni ham. Yaxshi o'tkazib olgan bo'lsa, xudo xolisa kechki dasturga yengil. Yaxshi niyat qilib turganlarga, gibrididan xudo xolisa sigir qilib olaman deganlarga naslli mollar bari, xudo xolisa. Yashang. Bitta toza germanskiy xunojinimiz ham bor, ikkita novoscha. Ozgina, 5 Ozgina. Har doim ko'p bo'lmaydi. Uzog'i 5 ta 6 ta bo'ladi, lekin haqiqiy unumdor, yaxshi narsa bo'lar akalar. Gibrid zo'ridan so'raganda gibridlar ham bor. Gibridlar ham bor aka. Qaysi tomondan aka? Hop, o'sha novoschadan boshlayveramiz. Novoschalardan ketdi. Qani bismillah deb boshladik. Novoschamiz bor aka. Mesni Xudo xolisa. Bu qanchalar? O'ta yengil qo'yib beraman. Bu 3 oylikdan o'tgan bo'ylari 90 pilisga olishaveradi aka. 90 pilisida, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Jamoat sutdan chiqqan o'tga kirib qolamiz aylar. Dala bo'zalari, oba dala qo'yarsa kuzgacha katta bo'ladi. Dala bo'zaklari. Bu degan akalar, xudo xolisa pulingizga pul qo'shadigan. Narxi ham o'ta yengil bo'ladi aka. Qulay bo'ladi. Qarang. Korpusi zo'r, korpuslar, oyoq qo'llari zo'r. Mesni bo'zak, vodiyni o'zimizni mesni bo'zaklari. Ha, mesni bo'zaklar. Adam chetdan kelgan bo'zaklar emas. Hop. Bo'ylari 90 pilis. Hop, yosh oylik, 3 oylikka o'tgan ikkovi. 90 pilisida. Narxi aka? Narxi ikkovi 22,5 million bo'lsa ketaveradi. O'sha haligi nima deydi? 10 so'mlik narsani 9 so'm sotib qilib aytib berasiz. Hammasini ham. 22 million hammasi yopishtirib narx aytaveramiz. Kelishiga qarab. Kelishiga qarab. Yengil kelganini yengil qo'yamiz, balandroq kelganini balandroq qo'yamiz. O'zimizga shu foydamizni qo'yib turib, xudo xolisa, ya'ni sotib qolsa, kelishadi. Alloh barakasini. Xo'p, 22 million so'mga ketaveradi eku. 500 ming so'm savdosi bor. Bozorda bo'lsa, 12 dan 25 narx aytaman. Ha, bozorda bo'lsa haqiqatan shunaqa 22 million so'm ozgina sunnatiga ham o'tib beraman. O'tib, chiroyli qilib o'tib beriladi. Jupini olsa, buni o'zini olaman yo buni o'zini olaman desa kelishamiz, telefon qilishib. Holatda qilib beriladi. Xo'p, ketdi keyingisi. Hop, ukamashida mana shu xunajini ostdan ko'rsatib qo'ying. Qani? Toza germanskiy so'rab akelamiz bo'lsa. Uka, bitta mol oldim, ko'rib berchi desa, og'lig'ingizni olib kelsangiz bor, havas qiladigan mol bor. Variantida tuyoqlarni ko'rsatasiz. Jonivor. Mana. Voy jonim sog' bo'ling. Beg'ubor narsa. Rang ro'ylari, orqa boshlari. Voy yurishlarni qarang jonivor. Xo'p, ketdi. Zavodskiy to'qol. Zavodskiy to'qol, ha? Yosh oyligi 4 oylik sutdan chiqqan. O'tga kirib bo'lgan bo'lsa. O'tga kirib bo'lgan. Jonim sog'. Nima tashlasa edi? Hamma yo'q deydi, yeb ichishdan, muammo qilmaysiz akalar. Shox kuydirilmagan. Videoda aytdik, yana bu qator aytib qo'yamiz. Onaxonni to'qol tushgan variant. To'qol tushgan, ha? Narxi oxirgi 21,5 million so'm. Qancha deysiz? 21 million 500 ming so'm. 21 million 500 ming so'm savdosi bor, ha? Savdosi bor, telefon qilishadi. Olishimizga qarab sotamiz biz ham. Ha. Toza narsa. Toza narsa, filmli narsa. O'sha dehqonlarning ham qo'lida kelsa 25 million narx aytyapti. Bizga maqsad sotish. Buni narxiga tushungan odam o'zi aloqaga chiqaveradi. Ha, narxiga tushungan. Buni puliga bo'g'oz beradi, sigir beradi deyishmasin. Buni onasi qondan tushib qolgani o'zi palon-pul bo'lyapti. Ha. Bo'ylarini aytib ketaylik, bo'ylar 1 metrga olishaveradi. Bo'ylari 1 metr 21 million. 4 dona ostilari ham pul ham juda zo'r xudo xohlasa. 21 million 500 ming so'm hurmatli obunachilar savdosi bor. Buni bo'g'ozini qo'yyapti bolalar, internetdan bozorda ham ko'radi. 70 million narx aytyapti buni bo'g'ozlarini. Xo'p, ketdi. Keyingilari. Hop, ukamashida ikkita gibridimiz bor. Gibrid. Yosh oyligi 4 oylikdan. Ikkita oq boshdan so'raganlarga. Oq boshdan so'raganlarga. Voy joning sog' bo'linglar. Mariyasini ko'ring. Yaxshi, qalin. Qorinlagan yemoq ichmoqlari xudo xohlasa zo'r. Sog'lomligi yaxshi aka. O'zi ostilarni ham bu qator ko'rsatib qo'yasiz. Mana ostilari. Joning sog' bo'ling. Ostilari ham juda go'zal. Hop, uka buni ikkovini bir joyga narx aytamiz. Ha, ikkalasi bir joyga. Ha, bir joyga. Hop. Zot ikkalasi ham bir xil bo'lsa kerak, a? Ha, zoti bir xil ikkovini ham. Zoti bir xil. Bunisini ham ostilarni ko'rsatib qo'ying. Tektekchilik. Voy joning sog' bo'ling. Ostilari ham o'ta chiroyli holatda. Vallah, zagonda mol arg'amchiga tushmagan, lekin yemoq ichmog'i zo'r. Yemoq ichmog'i yaxshi. Hop. Uka buni ikkovini bir joyga aytiladigan bo'lsa
25,5 million berishaveradi. 25 milyon 500 500 ming. ming so'm. Ha? Savdosini qilib berasiz. Telefon qilsa savdosini qilib beramiz. Ozmas, ko'pmas ham. Maqsad sotish. Murosa qilma. 26 million qo'ymoqchi edim, to'g'risi. Aha. Hozir video shunday boshlanganda dilladim, maqsad sotish 500 ming kam. sotish. Telefon qilsa yana xayri sunnatiga o'tib beradi. 25 Olsin, milyon. baraka topsin. Hozirgi shu 500 kechagunda bozorga mashinalarni bozorda ham 15,5 16 dan narx aytamiz. Endi narx aytilaveradi, bozorda Narx aytilaveradi, to'ppa-to'g'ri. Internetda yopishtirib narx qo'yamiz. Tushunadi. Siz aytmoqchi 9 so'mlik narsani 9,5 so'm qo'yamiz, sotamiz. Bo'laveradi. Xo'p, Maqsad endi sotish. akalar bitta narsaga ahamiyat berasizlar. Bular encha porodosi yaxshi. Mana. Naslli mollar. Naslli Bunaqa mollar. O'zimizni mesni. Agar shu mana holatda o'zimizni mesni mol bo'lganda ham mana shunaqa ko'ribsizlar. Narxi deyarli shunaqa bo'ladi. Deyarli, ha? Ha. 500 ming farq qiladi xolos. Shunaqa 500 ming farq qiladi xolos. Olishimizga qarab sotaveramiz, xudo xolasa. Xo'p, ketdi. Bu yoqda polvonlardan. Messengerga o'ta kuchliligi bor. Kuchlilardan. Uni uni ostini qarang, joning sog'. Osti ko'rindimi? Ostilari ham Oyoq o'ta chiroyli. qo'llarni ko'rsating. Mol o'zi turishi ham bir dunyolik-ku. Voy joning sog' bo'l. Nima Nima deyapti? 1.5 ga olishaveradi bu endi. Yosh o'yligi 5 oylik. 1.5. Ichmog'i o'ta zo'r. Yemoq ichmoq xudo xolasa yaxshi. Molni originalini olaman, o'sha 60 millionlik sigir qilaman degan akalarimiz aloqaga chiqaveradi. Voy mashalloh, joning sog' bo'l. Mana. Yana bola 55 million aytilgan, narx aytilgan molni bolasini ajratib olamiz. Go'zal pulga ajratib oldim. Ishqivozimiz ukamiz. Ishqivoz. O'zimizga o'xshagan ishqivozi, naslli molni farqiga, qadriga yetadigan odam telefon qilaversin. Telefon qilishaversin. Hali mesni mol, jeydar molga solishtirmasin narx-navosini. Aha. Jeydarni yomon demoqchi emasmiz-ku. Naslli mol 95% odam naslli molni foydasini, naslli molni hop nima deydi, itogasini bilib bo'ldi. Biladi. Ularga o'rgatish kerak. Xo'p, hurmatli obunachilar, toza narsa, ertaga kelajagi bor. Garantiyali narsalar kelar, xudo xolasa. Bitta qochmoq olib chiqsa ham 30 million pasida sotmaydi buni. Kuzgacha vaqtda qochmoqni ajm oladi. Jupiga aytamiz yo o'zinimi? O'ziga aytamiz, jupiga ham bitta narx aytib qo'yamiz. Xo'p, ketdi. Buni o'ziga qochirmaymiz, 17-17,5 kerak yo'q. Hop. 16,5 million so'm berishadi, kami bor. 16 milyon 500 ming so'm savdosi bor, ha? Ozgina sunnatiga o'tib beramiz. Ha, agalar, kallalarga ahamiyat bering. 16 Mol milyon 500 tangada ming yo'g'i bor yo, bo'ylari 1.5, savdosi bor. 1 metr plyusga olishaversin. Ha, 1 metr pilisga 1 ketdi. metr plyusga olsin, lekin molni bo'yi o'lchanga yana videoga tashlab beraman. Bo'laveradi. Ketdi, keyingilari. 5 oylik, bunisini yosh oylik 4 oylik bo'ldi. Buniki 4 oylik, ha? Bu gazini ham ko'ring buni. Gazi ham bir boshqacha uzun. Bu jonivor. Rangi ham. Yilliligini qarang. Hop, mana endi nimaga qora deganlarga bular zojunni to'kyapti bu. Bundan ishlatgan bo'zak. Ya. Oyoq qo'llari, gazi, orqa korpuslari. Tek-tek Mana ostilari ham o'ta original. ostini ko'ryapsizmi aka? Ostilari. O'ta chiroyli holatda. Xo'p, Hop, oxirida. qo'qolmasa bu. Yo'q, ikkovini ham shoxlari bor. Bo'zakni yoshligidan shu ma'lum. Shoxi o'zi deyarli bilinmaydi. Ha. O'sha oyligi 4 oylik. 4 oylik. Yana tepasida bo'lmaganmiz, lekin dehqonni qo'lida olganimizda shunday deb sottirdik-ya. Ha. 4 oylik pilis minuslar kelar. Shunaqa. Hop, uka bunisiga Nechta qo'yib beramiz? 15,5 berishaveradi. 15,5. Kami bor. 15 million 200, 15 million berishadi kami bor. 15 million. Jupini ayting. Jupiga olaman degan odam bo'lsa 31 million so'mga chiroyli o'tib beraman. 31 million so'm savdosi bor, ha? Mana shu ikkovi birinchi buzaylaring desa, Aha. 31 million so'mga 31 million so'mga chiroyli qilib kam ko'rsatib Chiroyli beriladi. o'tib beraman. Yana kami bor akalar. Bu telefon qilsa, picha emas, chiroyli o'tib beriladi. ko'rsin. Bozorda ham bunaqa narx bo'lmaydi. Ha? Yengil qo'yyapmiz imkoniyat darajasida. Sotish kerak molni. O'zi haligi 40 ta mol qo'yganda sotish kerak deb 6 dona mol qo'ydik-ku. Bitta mol qo'ysak ham sotish uchun qo'yamiz-da. Internetga haligi adi-badi gap kerak yo'q. Molni nasliga, zotiga tushungan odam telefon qilsa, xudo xolasa ishini bitiraman oxinja. Xudo xolasa. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mollarda narxlari, bo'ylari, sifati sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol, bexijolat telefon qilaverasizlar. Aka, kami bor. Chiroq qilib hammasini o'tib beradi. Ikkala gibrid bor-ku. Tashab qo'ysin, kuzga borib bittasini sotishadi, bittasi tekinga qoladi. Bittasi sekinga qoladi. Mana shu mollar menga ham yengil keldi, internetga ham yengil qo'yapti. Zo'r, yaxshi bo'ldi. 25,5 million so'm narx qo'yildi. 25 Mana shu million. mollar 27 sotayotganmiz o'zimiz ham. O'zingiz ham ko'rib turibsiz. Sizga ham kelib qolsa 27-26 sotadi. 25,5 million kami bor deb qo'ydik. Kami bor. Xo'p. Yengil beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar akalar. Salomat bo'lasiz.